Uzdil HTML dersligi 8-ci qism HTML uslub kodi CSS ni ishlatish. Darslikning asos mazmuni tor ko'rgüç, tor bet hujjati ziyorat qilgandan keyin HTML xat kuchlarini uslub hujjatiga belgilangan mazmun bo'yicha formatlab ko'rsatdi. Biz tuvandagi 3 xil usul orqali uslub kodi hujjatini qistirib ishlatalaymiz. Birinchisi sirtqi uslub jadvali, ya'ni ko'plagan tor bet uchun bir o'rtaq uslub ishlatish to'g'ri kelganda qo'llanildi. Bu orqali bir uslub hujjat orqali butkul bekat uslubini o'zgartiramiz. Ya'ni maxil shaklda. Buni xiyat qismiga makod orqali bir dona CSS hujjatini buningga mush torbatning ichida o'rtaq ishlatamiz. Ma CSS kodini, uslub kodini mushning ichiga yozamiz. Ikkinchisi ikki qism uslub jadvali. Ikki qism uslub jadvalini ishlatgan vaqtimizda buni xiyat qisminiki ikki qismga ma style orqali shu turbat HTML turbetni ustiga yozamiz. Ama kodlarni bu stylening ikki qismiga yozsak bo'ladi. Uchinchisi ikki ulanish uslubi. Bu ikki ulanish uslubi nima deganda ayrim elementlarga uslub belgilash ishlatiladi. Bu dal bir qism elementlarning xarakter qiymatini belgilashni ko'rsatadi. Uslub xarakteri har qanday CSS xarakter qiymati bo'lsa bo'laveradi. Masalan, mana deganimiz masalan ma p-ninki, abzasninki, ma bu uslubi rengi qizil, bu sol tarafdan 20 piksel aralıq tashlab etsin deganlikki ma uslubni bevosita p qilib yozdik. Bu faqat shu p-ninki rayonida ishlaydi. Bu CSS to'g'riliq texnik ko'p bilimlarni o'rganmoqchi bo'lsak, ama uzdil CSS darsligininki birinchi qismida shu CSS ning nima to'g'riligidan aytib tafsili mazmunlar bor. Ondan keyin ikkinchi mazmun, to'rtinchi mazmun uslub bilan zich munosabatlik HTML xat kuchlari. Bu xat kuchlarini ko'rib boqaylik. Style xat kuchi. Bu asosliq uslub kod qismiga aniqlik berish ishlatildi. Line xat kuchi. Bu boyliq naql keltirishga aniqlik berish ishlatildi. Div xat kuchi. Bet yüzdeki ma'lum qism yoki bo'lak aniqlik berish ishlatildi. Span xat kuchi bet yuzda ma'lum qurdagi ayrim rayonga aniqlik berish ishlatildi. Font xat kuchi tekst hujjatining uslubiga aniqlik berish ishlatildi. Base font xat kuchi asosiy xat nusxasiga aniqlik berish ishlatildi. Center xat kuchi mazmunni o'tirib to'g'rilashda ishlatildi. Odatda makiyandagi font, base font va center xat kuchlarini hozir amal bilan ishlatmay, shu bevosita CSS kod orqali ishlatishni alohida tavsiya qilamiz.